hozir yangi yilga pazarga tarqatib yuribman. Seriozmi? Yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Bolta yangi yilga pazarga. Assalomu alaykum. Olajon yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yangi yilga pazarga tarqatib yuribman. Pazarga. Bundanda. Amin. Amin. Bolta. O'ti yoqyapsizmi? Yaxshi. Ha? Men gazimiz bor. Chop bergan bolta kerak bo'lsa. Assalomu alaykum. Ona, yaxshimisiz? Qalaysiz? Yaxshimisiz? Yangi yilga pazarga tarqatib yuribman. Qishloqdoshlarga. Yangi yilga hadya. Amin. Amin. Alloh rozi bo'lsin. Siz tanlab oling. Qanaqasi kerak bo'lsa, aziz tanlab olgan o'zing bo'lsa. Bundan o'tga elib beradim, ha? Kattaroq kerak bo'lsa, kattaroq, kichikroq, har xil razmeri bor. Ma'qulmi ona? Rahmat, Xudoga shukr. Amin. Amin. Allah. Amin. Amin. Allah. İnşallah. Rahmat. Salomat bo'linglar. O'zingizga ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum. Xorbek aka, xalis yangi yillarga qo'shnilarga bolta tarqatyapman. Assalomu alaykum. Xalis bolta kerak bo'lsa oling. Yaxshimisiz aka? O'tin yoraygan, o'tin chopaygan, qanaqasi kerak bo'lsa, zarur bo'lsa qishloqdoshlarga. Aha. Usta Akmal deb ismim yozilgan aka, listali bo'lib qolar. Rahmat aka, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz, salomatmisiz? Yangi yilga hadya tarqatyapmiz qishloqdoshlarga bolta. Shod aka, Xudo xolasa duo qilib qo'yishadi, ham kimga aytasiz? Ha? Zo'r aka, bolta kerakmi? Keling. Ha, albatta aka. Rahmat. Havo ham o'zi sovib ketib bo'ldi mana aka. Assalomu alaykum. Xalos aka, sizsiz? Alxonjon, bolta kerakmi? Ong. Sizga kichinasidan beraymi? Bo'ldi mana. Alxonjon, kichinasidan sizga, ha? Rahmat aka, salomat bo'ling. Duo qilib qo'yasizlar. Rahmat. Yoraydiganmi? Bo'ldi mana aka. Mana aka. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Salamlar. Qalaysiz? Bolta tarqatirdim qo'shnilarga yangi yilga hadya. O'tin yoramizmi biz? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'rta, rahmat. O'rta, rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, ona. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, olavering, ona. Tanlab yuravering. Bu chopadigan, o'tin aydalangan. Bunisi yorgani. Ha, mo'ndiqamiz Bor, bor. yoradigan, o'tkali beradimi? Buni chopadigan mana. Akim ismim yozib qo'yilganda ona eslab ishlatib yurasiz. Rahmat, duo qilib qo'yasiz. Yaxshimisiz? Voyim, dastingga baraka Amin. bersin. Amin. Bolalaringda og'zi havasini ko'rgin. Amin. Ayang ham sog' salomat Amin. bo'lsin. Iloyim sog'lik Amin. bo'lsin. Amin. Alloh akbar. Rahmat. O'tin yoqyapsizmi axir? Ha? Pechka? Ha? Ha, yaxshi. Amakim yaxshimilar? Yaxshi o'tkazinglar yangi yilda. O'zing ham. Hammamizga omadli kelsin. Boringizga shukur. Rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Ustiz yupqa ekan. Assalomu alaykum. Oybek aka, yaxshimisiz aka? Zarur bo'lsa ikkita ham olavering aka, zarurat bo'lsa. Ustiga otim yozib qo'yilgan aka. Akmal bergan deb ishlatib yurasiz istali. Yo, oling aka, olavering, behijolat. Rahmat, duo qilib qo'yasizlar. Olamga aytib, va. Rahmat aka, salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Qarang. Oybek aka, darvozaga turib ko'ring-chi. Aka. Qaytmaguncha uraverasiz ekan-a? Qani? Qani? Qaytmadi aka. Otima yozib qo'yilgan esdalik bo'lar. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshimisiz? Olmaysizmi? Qarang mana aka. Usta Akmalxon deb yozilgan aka. Maza qishlatasiz. Temirga ham qaytmaydi. Xudo xolasa. Aka, duo qilib qo'yasizlar, ha? Salomat bo'ling. Ne'mat aka, assalomu alaykum. Uyda chaqirsam chiqmadi, uxlayapsiz shekilli. Assalomu alaykum. Halo aka, yaxshimisiz? Bir mashina boltani sovg'a olib, yangi yilga qo'shlar tarqatib yuribman hadya qilib. Assalomu alaykum. Ona, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Charchamang. Yangi yilga qo'shlarga hadya qilib bolta tarqatib yuraverdim. Bitta tanlab oling o'zingizga, ona.
Kel, o'tin yorayotgan chopadiganini bor aka. Qaysi zarur bo'lsa tanlab olavering. Saset, bormi? Zey. Amin. Olinglar. Qo'shnilarga bu ataylab sizlarga yasab kelganman, amaki. Usta Akmal deb yozilgan, amaki ko'rdingizmi? Mabodo bizdan keyin qolsa, eslab ishlab yuradi qo'shnilar. Yaxshimi? Borlaringga shukr, duo qilib qo'yasizlar. Rahmat. Salomat bo'linglar. Amin. Alloh. Rahmat. Yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Yilga hadya qilib, ha? Dadang kelsalar berib qo'yasan. Aka, sog' bo'lgin. Bugunga aytgan duo qilib qo'ysinlar, ha? Yilga padarka olasizmi aka? Bolta qatiribman aka, bolta. Yana ya. Bunaqadan belgilar turibdi. Endi unaqasini olamiz. Ha, oling aka. Tanlab olavering o'ziga keragini. Ishlasin-da, hobbiga qo'yib qo'ymang. Ishlaydiganini oling. Shunaqamiz yo'q. Ha aka, bu holat hisoblari ham xayr zo'r. Duo qilib qo'yasizlar, idillarga yetib. Rahmat. Mana mashikka ham qo'yib beramiz endi yo'qlarga. Sheraku. Assalomu alaykum. Akajon, qalay? Sizlar? Aka, yangi yilga qo'shnilarga bolta hadya qilib yuribman. Ha? Mana bunqaray orqasiga otim yozib qo'yganman aka. Usta Akmalda. Bizdan keyin ham qolsa eslab ishlatib yuradi. Yashanglar, rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling aka. Sog' bo'ling aka. Duo qildirib qo'yasiz xolomlarga. Qara jiyan, dadang yo'qmidi? Mana qo'shnimiz Akmal akam bolta berib ketdilar bizga ishlatishga degan duo qilib qo'ysinlar, bo'ptimi? Bo'pti. Assalomu alaykum. Oling aka, sizga keragini oling. Nimada hali mol so'yganimizda ishlatamiz. Bo'laveradi aka. Ma'qulmi? Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum. Yangi yilingiz bilan. Yaxshilab qo'ying sopini, ota. Rahmat. Amin. Masalan o'zingni ol. Ma'qulmi? Akamga ham ol, Shokat akamga ham. Sizga maydalagani yaxshi. Ota. Sog' Amin. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qishloqdoshlarga bolta hadya qilib yuribman yangi yilga. Yuring. Salomat bo'ling. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qishloqdoshlarga bayramga bolta hadya qilib yuribman aka. Aka oling. Amin. 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 Davom ettiringlar. Alloh akbar. Ko'psizlar. Salomat. Bu qarang amaki, ustiga ismim yozib qo'yilganda, Ha. inshaalloh bizdan keyin ham xizmat qilsa, shunga qarab eslab yuradi-da, shu temirchi amakim deydimi, otam deydimi, shundan qolgandi va Xurshid qishloqdoshlarga bolta tarqatib yuribman hadya qilib yangi yilga. Bolta kerak bo'lsa tanlab olgin. Voy, bolta kerak emasmi? Keng bo'lmasam. Assalomu alaykum. Yangi yil bilan. Qishloqdoshlarga bayramga hadya. Ha. Rahmat oma. Yaxshimi? Ha, olur. Umringizga sizga ishingizga Allohga bersin. Yaxshimi? Uydagilarga duo qildirib qo'yasizlar, ha? Rahmat. Baxshimisan, sog'lik yaxshi qilay. O'ta yoraygan, chopaygan, katta, kichik kerak bo'lsa tanla. Ol. Assalomu alaykum. Qalaysan, yaxshimisan? Rahmat. Ro'shan aka bol tarqatib yuribman qo'shnilarga, bepul hadya qilib bayramga. O'zingizga kerakini tanlab olavering. Bo'ldimi aka? Sog'ligini qaranglar. Aka, mazza qishlatinglar, duo qilib qo'yasizlar, ha? Rahmat. Ukam sen ol. Bitta ol olim. Ha. O'tin yoqyapsizlarmi axir? Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Mana shu yerda hozir 4 kishimi, 5 kishi bor ekan. Shularga bersak. Yaxshimisizlar? Aka, qalaysizlar? Sizlar bayramlar bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar aka? Qalaysiz? Assalomu alaykum. Asxon aka, qalaysiz? Ukam yaxshimisan? Assalomu alaykum. Asxon aka, qalaysiz? Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Rahmat. Sizlar qalaysizlar? Qishloqdoshlarga yangi yilga hadya boltalarimiz bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, tanlab olaveramiz, ha? Olinglar, kimga kerak bo'lsa olaveramiz. Yaxshi, duo qilib. Opa olib beraymi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qalaysiz? Bo'l. May opajon. Ol ukam, ol. Opajon mana duo qilib qo'yasiz. Rahmat. Salomat bo'linglar. Amaki, rahmat. Amin. 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 Alloh. Rahmat. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Mazza ishlatinglar. Rahmat. Xo'p. Alhom aka qishloqdoshlarga bolta tarqatib yuribman, bolta. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yangi yilga hadya qilib bolta tarqatib yuribman.
O'tirladi, jigarini yorib yuborasiz. Ha? Amakimdan ketasiz, vaqt qo'yishadi. Rahmat. Qalaysiz? Qishloqdoshlarga bota qadiribman bepulga aka. Yangi yilga hadya qilib. Mana shuni olib qo'ying. Maza qishatasiz. Duo qilib qo'yasizlar aka. Assalomu alaykum. Qalaysiz aka, ishlayapsizmi? Zachini tashib oldin havo oling, uyda ishlatasiz. Uchastkada. Havo ya, mana shamol shovqin sovib ketdi. Aka, duo qilib qo'yasizlar a? Rahmat. Salomat bo'ling. Aka, rahmat. Rahmat. Maza qishatasiz aka. Duo qilib qo'yasizlar. Xo'p, aka, duo qilib qo'ysin a, aytgan uydagilarga.